holatda hech narsa bo'lmagan deydi. Подход zo'r bo'ldi. Operatsiya zirasi yengil o'tdi. Operatsiya bo'layotgan paytda yengil. Yorug' anaqada yotdim-da, kayfiyat zo'r bo'ldi. Kayfiyat, xatti-harakatlarida baribir ko'p narsa. Yordam kemadingmi ishlasi? Ishlar sotgan. Qon ko'paytiradiganligicha shu yerda. Hammasi shu. Kliksada ham hammasi mevalar, o'sha ichidagi bemorlar yurishtiradigan ovqatlar raznoобразный, xuddi uyda o'tirgandek, uy ovqatidek. Xullas, menga aura, atrof muhit, sizni kayfiyatingiz, qizlaringizni kayfiyati hammasi zo'r, 100%. Tavsiya hammaga, baraka toping. Alloh ishlaringizni rivojini bersin, baraka bersin. Bundan keyin bundan ham katta klinikalarni ilohim. Boshqa shaharlarda ochib rivojlantiring. Farzandlaringiz ko'zingiz quvonchi bo'lsin. Doim quvontirib bersin. Hamma operatsiyangiz omadli chiqsin. Sizni qanchaga uchrashganmidingiz? Ko'p klinika anaqalarga bordik, unaqa rezultat ko'rmadik. Ya'ni qaratilishi kerak bo'lgan fokus boshqa taraflarga qaratildi. Sizdagi mioma o'sha bachadonni naylari tuxumdoni bilan qorin pardani o'rtasida joylashgan. Perisheykada juda opasniy rajab aytadi bu. O'shanda ko'pchilik qo'rqishgan operatsiya qilishga menimcha. O'shanda yaxshi. Matka bilan birga ketadi qo'rqardim-da. Hozir matka ham qolgani, o'zim quvvatim yaxshi bunaqa tasavvur qilmagan edim. Bunda xolis ishlagan tushib ketaoladi. Alloh asam qilsin, ishlaringiz baraka bersin. Har doim shunaqa quvnab, ochilib, sochilib, xalq xizmatida bo'ling. Sog' bo'ling.